Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bugun yana bir iltimos bilan keldik. Bir opamiz uylarini sotish niyatida ekanlar. Endi biz hozir shu uyni obzor qilib beramiz. Manzilni tushuntirsam, Sergeli mashina bozorida Kia avtosalon bor. O'shani orqa mahallasi, Beltepa 1-tor ko'chasi. Hozir endi uyni obzor qilamiz, qadrdonlar. Mana bu hovli ekan. Bu kiraverish bo'lsa, mana bu yerda zeleniy zona qilib qo'yishdi, chiroyligina. Mana qo'shnilar ham xalaqit qilishdi. Eng g'amlisi mahalla juda ham tinch, sokin ekan. Bu yerda ham mana zeleniy zona qilib qo'yishdi. Joylar juda ham ko'p ekan. Ko'rgan bo'lsanglar, bu hovlimizda ikkita kirish joyi bor ekan. Mahallaning orasidan orqa ko'chadan ham joy bor ekan. Bu yerda ham mashina qo'ysa bo'lar ekan. Kirib kelganimizda bu yerda uzun hol, zal deymizmi, shunaqa. Chinamgina chiroyli qilingan remontlari. Bu yo'g'iga kirsak, mehmonxonasi ekan. Mana joylarni qarang. Xonalar muzdekgina, yozda yengillanmasa. Endi bu xonamizdan chiqqanimizda yana bir xonamiz bor ekan. Mana bu spalni ekan. Spalniyalarni endi qadrdonlar, bir qismini ko'rdik, endi ikkinchi qismini, hovlini, uyni ko'ramiz. Qadrdonlarim, hozir birinchi qismini ko'rdik, hovlini, mana o'ng tomonda. Endi bo'lsa, mana boyaga aytganimdek, mana mashinalarni bemalol shu yoqqa kirib qo'ysak bo'ladi. Bu esa hozir ikkinchi qismimiz, hovlini. Hozir endi bu qismini ko'rsataman. Bu yer hali uncha remont qilinmagan. Ko'ring. Mana bu oshxonamiz ekan. Oshxona ham ancha katta, bemalol joy, bemalol katta. Endi bu yerda hozir eshikdan kirishimizda bitta mana bolalar yotoqxonasi. Bitta ham bor ekan mana. Kattagina xona bemalol. Va xonalar yana qaytarib o'taman. Muzdekgina ekan yoz kunida. Aynan bizga kerakli. Bu yerda yana bir xonamiz bor. Bu ham anchagina shinamgina ekan. Xonalari katta-katta. Bu yoq esa hammom ekan. Qadrdonlarim, mana bu ikkinchi qismi. Hovlini. Qadrdonlar, mana boya ko'rsatganimiz, kirib kelganim u glavniy bosh kirish joyi edi. Bu orqa hovlidan chiqadigan joyi. Aylanib chiqdik. Endi nima demoqchiman? Bu hovliga tegishli bo'lgan joy, mana shu joylar ham shu hovlini egasiniki ekan, opamizaniki. Bemalol bu joydan foydalansanglar bo'ladi. Endi bu ham bizaniki dod qilib, mana joylar bemalol. Operator keling. Qarang, soy bo'yida suv oqib turibdi. Shu yo'llarni bir ozgina ko'pkalamlashtirib, shu chiroyli zeleniy zona qilsa, mana tapchan qo'yib qo'yib, ancha tinch, sokin joylar ekan. Endi qadrdonlar, manzilga kelsak yana bir bor eslatib o'tiraman. Sergeli ipodromga qarab ketish joyida Kia avtosalon bor. O'shani orqasidagi mahalla, Beltepa 1-tor ko'chasi. Opsiyanida uy egalarini raqamlarini qoldiraman va manzillarini lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Sog' va omon bo'lasizlar, qadrdonlar.